Voy buni uxlashini. Tohir aka. Shotga qo'yib turing. Voy, Tohir aka, turing, neminaqa yotib olgansiz? Odamni bo'yni og'riydi-yu. Voy. Tohir aka. Yuragi uryapti. Hazillashmay bo'ldi, turing. Asabimga tevyapsiz. Turing o'rningizdan, hazillashmay. Agar narkoman bo'lsa, mana shunaqa yotaveradimi? To'xtachi, hozir telefon qilib ko'raychi. Alo, assalomu alaykum ada, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Nima gap qizim? Uzr, sizni bezovta qildim. Haligi uyga kelsam, Tohir aka g'alati uxlab qopti. Uxlab yotibdilar-da. Meni umuman eshitmayaptilar. Ko'zlarini ham ochmayaptilar-da. Menga qarang qizim. Men saqal uzoqroqda edim. Skoriy chaqiring tez. Nima? Skoriy chaqiring deyapman. Men yetib borguncha kech bo'lmasin. Tez skoriy chaqiring. Xo'p, hozir. Shahardan tashqarida edim. Hozir, xo'p dada, xo'p. Voy, bu endi bu kasali bormidi? Ey Xudo. Alo, assalomu alaykum. Labba eshitaman. Tez yordammi? Ha, tez yordam. Bizanikiga srochna kelinglar. Siznikiga nima bo'ldi o'zi? Haligi erim mazasi qochib qoldi. Hushidan ketib ko'zini ochmayapti umuman. Yoshlar nechida eringiz ham? Voy, yoshini nima qilasizlar? O'lib qoladi, hozir kelguninglarchi. Xo'p, tushunarli. Manzilingiz yeting, tez yordam boradi. Haligi manzil Yunusobod. Xo'p. Hozir nima edi bu uy manzili? Yunusobod 15. Xo'p. Singlim, o'zingizni bosib oling.